Mani erim shunaqa boy, успешный bo'lishini xohlayman. Palonchi-palonchiyev deganda hamma tanishini xohlayman. Nima qilishim kerak shuning uchun? Agar siz eringizni o'zingiz aytgandek boy, rivojlangan, juda ham bir hamma taniydigan er bo'lishini xohlasangiz, unaqada siz o'zingizni eringizni hayotida o'zingiz xohlab, o'zingiz ongli ravishda ikkinchi o'rinda bo'lishga rozi bo'lishingiz kerak. Agar siz yo'q, men birinchi o'rinda, men bolalarim birinchi o'rinda bo'lsin deydigan bo'lsangiz, u holda siz kutgan natijaga erishmaysiz. Va aksincha, siz eringizni ishini birinchi o'ringa qo'ysa, siz eringiz rivojlanishini, o'z ustida ishlashini birinchi o'ringa qo'ysa, siz unga sharoit qilib bersangiz, har soatda telefon qilib, qayerdasiz, qachon kelasiz, yoningizda kim bor deb tergayvermasangiz, ana o'shanda siz kutgan natijaga erishasiz. Nima unda mani erim yaxshi ko'rmaydimi? Yo'q, albatta. U sizlarni yaxshi ko'rmaydi degani emas. U siz bilan bolalaringizni chetga surib qo'yayotgani ham yo'q. U shunchaki sizlar uchun kurashyapti. Bu videoni bo'lsa juda ham boy bo'lishni xohlaydigan, lekin eriga ishlashga sharoit qilib bermaydigan ayollarga yuborib qo'yamiz.